E'tiboringizni bank moliya sohasiga qaratamiz. Xorijiy valyuta ayirboshlashda yana bir muhim yangilikka qo'l urildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz tanishtiradi. Endilikda mijozlar bankdan 500 AQSh dollarigacha bo'lgan naqd chet el valyutasini pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosadigan boshqa hujjatlarsiz olishlari mumkin. Qoidalarga kiritilgan o'zgarishlar bilan jismoniy shaxslar tomonidan chet el valyutasini sotib olishda shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab etadigan 100 AQSh dollari limiti 500 AQSh dollarigacha oshirildi. Xo'sh, bu yangi tartib qachondan boshlab kuchga kiradi? 2026-yil 9-avgustdan boshlab fuqarolar ekvivalenti 500 AQSh dollarigacha bo'lgan naqd chet el valyutasini sotib olishda rasmiy hujjatlarsiz bankka murojaat qilishlari mumkin. Bu o'z navbatida xizmat ko'rsatish jarayonini soddalashtirish, banklarning ortiqcha ma'muriy tamoyillarni qisqartirish va aholining kichik miqdordagi valyuta operatsiyalarini tezroq amalga oshirishga sharoit yaratadi. Umuman olganda, chegara miqdorining 100 AQSh dollaridan 500 AQSh dollarigacha oshirilishi xalqaro standartlar va riskka asoslangan yondashuv tamoyillarini hisobga olgan holda qabul qilingan. Yangilangan tartib nafaqat bank mijozlari uchun qulaylik yaratadi, balki kassalardagi tirbandliklarni kamaytirib, xizmat ko'rsatish tezligini bir necha barobarga oshiradi. Eng muhimi, mayda valyuta operatsiyalari uchun ortiqcha qog'ozbozlik va rasmiyatchilikka chek qo'yiladi.